Kechir ana. Abduri Obuljan Mehmetimin qağalaq. 35 qissam. Rus Mehmet keyniga selvagan oqsoq chiroqlardan birini chaqirdi. Mehmet, qiynisan. Mana men Begzada. Tez berib av qalendar gadayning qo'lidagi narsani elib kela. Deb buyruq qildi. Ma'qul Begzada. Deb Tursunning yeniga keldi-da, Tursun qo'lida chang tutib turgan tamburni tortdi. Tursunning qattiq ochiq kelib, Mehmetning qo'lini qattiq silkayotdi. Sizlar nim qilmoqchi? Ma'ma ota-onam oshnam berib baqqan, kepek bilan boqmagan. Deb gapining oyga chiqmasdala, Ro'zi Mehmet yenidagi yana bir cho'moqchini ishorat qilib qo'yishi bilan Tursunning qo'rsqiga qattiq bir mush tegdi. Voy, qalendar gaday. Sen teq Begzadaning oldida odikochilik qilyapsan? Yana gap qila. Deb qo'rsqiga yana bir mush soldi. Tursun injiqlab tezinib o'ltirib qoldi-da. O ablaqqa qarab tur. Keyinchi tillarni qanday qilamanki qini? Deb qo'lini kayniga tutib turgan Ro'zi Mehmetga mixdak tikildi. "Yo'q, uni urma, sendan o'tinib qolay, unda qilma." Deb Ayxon Ro'zi Mehmetning oldiga keldi. Sen o'zingning salohiyatini unutib, boshqalar bilan ish-pesh tortishib yurding. Mening yuzimni to'kib, mening sha'nimga dog' tekkіздing. Deb Ayxonning sombuldek sochlarini changada tutib, uni ishtirvatdi. Ayxon o'duldagi daraxtga qattiq usib, peshonasidan necha tomchi qip-qizil qon eqib tushib, hushidan ketdi. Ayxonning hushidan ketganini ko'rgan Tursun qo'rqib ketdi-da. Ayxon! Ullal mishla, odam emas ishdan bolasi. Ro'zi Mehmet Tursunning oldiga keldi-da, tezlanib turgan Tursunning yoqasini tutib, Nima dedim? Kimni ishdan bolasi deyapsan? Mehmet, akila! Deb Tursunning sozini qo'liga oldi. Ajab mo'ngliq anglanadi ekan, ha, dehi. Sen mushu eski narsang bilan go'zal qizlarni eziq turdingmi? Qara qalendar gaday, yalang to'sh. Deb qo'lidagi tamburni to'g'riq daraxiga urdi. Tamburdan qattiq zil ovoz chiqib, o'tirdan ikki parcha bo'lib ketdi. Yo'q, qanday qilishma? O mening onamdan qolgan birdan-bir tabarkum edi. Deb Tursun öksib yig'lab ketdi. Ro'zi Mehmet qaqaqlab kulib ketdi-da. O eski narsang onangdan qolamdi yoki yetti ajdodingdan qolamdi? Mening nima korim? Uni bog'lab epmanglar. Deb qo'lchumoqchilarga buyurib qo'yib, o'zi yerda hoysiz yotgan Ayxonni yo'lashtirib, To'xtaboyning uyiga kirdi. Uydagilar xili burilib kep bo'lgan bo'lib, Ayxonning qayerga ketganligini bilmay, uningdan ansirab tit bo'lib turgan edi. Ro'zi Mehmetning Ayxonni yo'lashtirib akirganini ko'rgan To'xtaboy chachirab o'rnidan turdi-da. "Voy, jinim qizi, nima bo'ldi, ha? Kim seni bu holatga keltirib qo'ydi?" Deb turishiga onasi Saodatxon yig'isini qo'yibdi. "Voy onam-ey, jinim qizim, nima bo'ldi? Seni shuncha yildan beri ko'z qarchig'imizga dastib yiqib, bugungi kunga kelganda." "Voy, odamning ishini elishtirmay jim tura birda. Mush xotin haqniza." dedi To'xtaboy ayoliga ochiqlab. "Balam Ro'zi Mehmetjon, bu qanday ish? Yana o yalang to'sh qayerdan paydo bo'ldi endi?" Ro'zi Mehmet qapoqlarini turib, eg'iz ochay deb turishiga, karvata o'ldirib, nonni xuddi biras kelib yevoldigandek, osh qolgan bo'ridek hajlayotgan Aynurxon. "Dada, buni-chi men senga deb beray. Sen meni ochaga yosh qara, uning qo'rsqiga ochqanmisan deb meni uyga qo'yib ketgan eding-ku. Men malaylarga tush tomoq qilishni aytay desam, malaylarning hammasini elib ketibsan. Shunga amal yo'q, o'zim oshxonada tomoq tayyorlab qilyotdim. Kim o'ylagan ava qalendar gaday eski bir sozni chilib, ochimni chilab elib chiqdi. Ondan keyin men To'xtaboyning qattiq ochiq keldi-da. "Nima tilingni chaynaysan? Qanday gap bo'lsa demamsan?" "Shu, men ularga amal qilamagandan keyin Ro'zi Mehmet akamni chaqirib keldi. Ochimning yarisiga kelsak, buni Ro'zi Mehmetjon akamning ochiq kelib ochimni ishtirgandi. Ochim ehtiyosizlikdan daraxtga usib soldi.
bo'lgan ishning hammasi mushu. Ayxan o'zining bir qo'rsoq bir onini emgan singlisining nemishqa buni qilganligini bilamay, Aynur xonga nafrat bilan qaradi va nemishqa buni qilasan? Sening dalillik qilishdan, beshamni qilishdan boshqa qiladigan ishing yo'qmi? Erga tekkin kelgan bo'lsa, o'zingni bozorga solsang bo'lmasmidi? Odamning kaynidan go'ndi paydak paylab turguncha. Ayxonning gapi tugamayla. Kelinglar. O qalandarni esinglar. deb malaylarga buyruq qildi. Ikki odam Tursunning qo'lidan bog'lab, ikki turukka esib qo'ydi-da. Samat, qiynasan bola. Ayoli bilan yotoq uyga kirib ketay degan Samat. Mana men dada. deb To'xtaboyning yoniga keldi. Tez berib, mening otay deydigan qamchamni akal. deb o'g'liga buyruq qildi. Samat dadasining uzun otay deydigan qamchisini eg'ildan elib chiqdi-da, dadasiga berdi. To'xtaboy ikki qo'li esiqliq Tursunning yoniga keldi-da. Hay, yalang tush, ota-onasining toyini yo'q tegipat. Sen qaysi oling bilan mening gul g'unchisida qizimning xili bo'la olaysan, ha? deb qo'lidagi qamchini birini shiltib Tursunni qamchiladi. Qamcha Tursunning bo'risidan orqa dumbisiga o'tib, ko'ynaklarini yerib qon chiqarib etdi. Tursun og'riqqa chidamay qattiq ingrab ketdi. Voycan, o o'lgur ablaqlar, meni bundan qiynig'icha o'ltirib et. Mana sana o pasandi. Menga gap yondirib to'ya. deb uni to'xtamay qamchilab o'tdi. Endilikda Tursunning badallaridan qon jidildab chiqib, ko'ynaklarini qip-qizil qonga bo'yab ketdi. Chetda Ro'zimamatning yonida turgan Ayxonning yuragi og'riqdan birsi xanjar tiqqandek og'rib ketdi-da. Yig'ilgan peti dadasining yoniga yugurib keldi. Dada, jinim dada, sendan o'tinay. Bo'ldi, uni endi urma. Sendan o'tinib qolay. deb Ayxon dadasiga to'xtamay yilinib o'tdi. To'xtaboy qiziga qarab, ichi og'ildimi aytavur, tik turgan burutlarini qayirib, butun a'zolaridan qon chiqib ketgan Tursunga qarab, Gapimni obdan angla. Agar sen qizimdan ayrilib, ko'zimga ikkinchi ko'rinmaslikka va'da bersang, sen bu azobdan qutulasan. Sana ozroq pul beraman. Qandoq? Tursun ig'zidan eqib chiqqan qonni amalsiz ichiga yutib etib, ovozlari titrgan holda, Nima? Meni Ayxondan voz kechgan deganlardan ko'ra, urib o'ldirib etsalar. Sizlarning nazarlarda pulli bormi? Pul shuncha cho'ng narsimi, ha? Osh pullarni chekilariga qisib olsalar. Men Ayxonni intoyin yaxshi ko'raman. Undan voz kechishim mumkin emas. To'xtaboyning qattiq ochiqi keldi-da, ko'zlari cho'noqlardan qaychib chiqqidek bo'lib, Sen o'zingga o'zing qilyapsan. deb bo'lg'icha yiroqda tishlarini g'uchirlatib, mushlarni tugib, odamni tirik yegitadigandak alvozda turgan Ro'zimamat to'xtay. Ro'zimamat To'xtaboyning yoniga nahaytumi tez keldi-da. Qaynota, sizlar bundoq tushbirandiga eg'iz uxratmizlar. deb To'xtaboyning qo'lidagi qamchini oldi-da, Tursunni qattiq urishga boshladi. Tursunning azob qiynalish nidohlaridan butun atrofdagi jonliq jonsizlanimi uning azoblariga jo'r bo'lib qayg'urayotgandek qiladi. Ayxon dadasi bilan Ro'zimamatga tizilib yolvordi. Jinim dada, sendan o'tinay, uni qo'yib bo'lsa. Ro'zimamat, unda qilmang, bo'ldi, uni urma. Men siziga yotib bo'lay. U kessin. deb to'xtamay nola qilib o'tadi. Ro'zimamat Ayxonga qarab uningga ajab ichag'irtib ketibsiz-ku. Qarab turing, uni qanday qilaman-kin qani? Qani Mamat, Ayxonni yotoq uyga kirib, ishga qulib silaba. deb buyruq qildi. Ayxon Tursunga qarab, yig'ilgan peti, Tursun, meni qo'yib et, men uning yoniga boraman. deb Tursunning yoniga berishga shuncha yulqinayotgan bo'lsa-mu, biroq u amalsiz qoldi. Mamat Ayxonni uyga itirib etib, qo'libni besib etdi-da, Ro'zimamatning yoniga kelib, Begzada uni solib qo'ydi. Ha, yaxshi qipsan. deb qo'liga qamchini oldi. Bu uydagi bagdorilar va malaylardan tortib hammasi xuddi qaynayotgan qozonga suv quyib etgandekla
jimiblik ketdi. Ro'zmamat qamchini o'ng ta'tir cho'rib, Tursunni urib aylantirib o'tgandan keyin Mamatni chaqirdi. Mamat! Ha, Bekzoda, manimi? Tez berib sovuq suvdan bir chelak akal, tez. deb buyruq qildi. Mamat hayal o'tmay bir chelak suvni elib keldi-da, suvning yarmini Tursunning beshiga chashdi. Voyjon, voy vallah, odam emas. Qo'y terisiga o'rnib olgan bo'rlar. Meni buncha qiynag'uchi o'ltirib et. deb varqirab, ig'ziga kelgan qonni Ro'zmamatning yuziga tukirvatdi. Tfi, o pasanda. Haling mushumidi, ha? Ro'zmamat yuzini etib, qarab tur, sal turib onangdan tug'ilganingga pushaymon qilmaganingni men bir ko'ray, ha? Bo'g'iz qiynata, men bir bo'loq tuz basila. Ro'zmamatning gapini tushunmagan To'xtaboy, Bolam, tuzni nima qilala? To'li gap qilmay degan narsani aklab barsilli bo'ldi. deb To'xtaboyga qattiq tegdi. To'xtaboy xizmatchilarga ishorat qilib edi, xizmatchilar tuzni Ro'zmamatga berdi. Ro'zmamat oldidagi yerimdab qolgan chelakning suyiga tuzni to'kdi-da, suvni rosa qo'chib ondan qo'lidagi qamchini suvga chiladi. Ro'zmamat sat kulib, Er kishimish. Endi sening chidamchanligingni sinaydigan vaqt keldi. Bichora bayqush. Mana sana, to'ya. Boshqalarning loyiqiga ko'z qizartganga to'ya. deb Tursunni qadamda bir, har qadamda qamchini tuz suyiga chilab urvatadi. Tursunning yarisiga tekkan qamcha xuddi o'tning ustiga yog' chashqandek badallarini echishtirib, pichoqdek tilgandek og'rib, qattiq ingravatadi. Ayxammo ishini tepib, mushlab qilgan bo'lsa-mu, biroq nima amal? Agar mushundaq ish yuz berdiganligini bilgan bo'lsa, uninga ko'ngil bermagan bo'ladi. Omo buncha azoblarga uchirmagan bo'ladi. Ayxan o'zi tunji qaytim so'ygan muhabbatning lazzatini his qildirgan oshiqning bunaq azob beshvarchilikqa uchirganligini, uning qiynalib ingravatganligini ko'rib, uning bilan tanishganiga talayman qaytim pushaymon qilibmi o'ldirgan edi. Ro'zmamat Tursunni urib yerib qoldimi, To'xtaboyga ach kelishni aytib ketib qoldi. Boshqalarmi yerim kechagacha uxlamay qattiq charchab ketdimi, ularning hammasi aram elish uchun kirib ketishdi. Bu cho'ng hovlida tanha yolg'iz qolgani yanala butun badallari qon holatda issiqlik turgan, hoshsiz yotgan Tursun bo'ldi. Ayxan sirtning jimib qolganidan hammasidan qaytib ketganligini his qilib, tepgan bo'lsa-mu, yanala eshikning qulfi ochilmadi. Ayxan titildab, uyning yoqasidagi karvatni tortib, uyning o'ttirig'iga akeldi-da, uyning o'ttirsidan echilg'i tunukka qo'l uzatdi. Biroq Ayxonning qo'li yetmadi. U uyon qarab, uyning bo'lag'idagi eski sandiqni tortib, aran deganda karvatning ustiga oldi. Ondan kichik o'rindiqni qo'yib, ustidagi tunukka esildi. Tunuk kichik bo'lg'ashqa patmay, aran deganda uyning o'g'isiga chiqib oldi-da, ondan ehtiyot bilan dasab shotidan tushdi. U atrofni biraqur ko'zlab yetib, ondan o'ysiz esiq turgan Tursunning yoniga keldi. U Tursunning tutma bo'lib ketgan badallariga qarab, ichi echishib, qo'li bilan og'zini tutib, öksüp yig'lab, "Tursun! Tursun, kesingizni iching, Tursun!" deb Tursunni to'xtamay noqidi. Tursun qon ichida yumilib qolgan ko'zini ochamay, nihoyatda mutassidda ko'zini ichib, ko'z oldida o'zining so'ygan mushunaq bir go'zal oshiqining mushunaq paytdimi o'zini yolg'iz tashlab ketmaganiga qarab, ko'zlaridan yoshlar to'xtamay tushib, qon aralash yoshlari ussizlikqa tashna bo'lgan lavlarini namdab qoldi. Tursunning ovozlari titrab, uni uzilib chiqavatadi. "Tursun, birdan chidab turib, men ussizlik elib keray" deb oshxonaga kirdi. Oshxonadan eshib qolgan qo'noq o'rnidan ikkini bir piyola choy achchiqdi. Ayxon minib yetib, oshxonaning tuvida turgan o'rindiqni ilib oldi. U esiqlik turgan Tursunning yoniga kelib, Tursunning putiga ilib olgan o'rindiqni qo'yib berdi-da, "Tursun, qo'rsqingizga azroq bir narsa yeylik" deb qo'noq o'rnini Tursunga yudirib qo'ydi. Tursunning ovozlari titrab, "Kechiring, sizni o'g'ilchilikqa qo'ydim. Meni deb sizmi ig'ir riyozat chekib oldingiz. Sizga yuz kelmayman." Yo'q,
Tursun, undaq gaplarni qilmang. Men sizni yaxshi ko'rganligimdan umr bo'yi pushaymon qilmayman. Aziz anglag'uvchilar, Tursun bilan Oyxon qanday bo'lib ketdi? Ular birga bo'la olamdi yo'q? Agar asar mazmuniga qiziqsangiz, diqqatingiz davomli asrimizning keyingi qismida bo'lsin. 36 qism. Azhar xeyli bir vaqtgacha olamga gap qilmay mashinasini bir xil suratda haydab mangdi. Mashina ichi shuncha jimjit ediki, o'zining yuragining so'qqan ovozini anglag'idek darajada edi. Oradan bir oz o'tgandan keyin Azhar olimga qarab: "Aka, nimishqa bundoq paskash ishni qilasiz? Men sizni durust ham ravurus bir erkak o'xshaydi deb o'ylab, sizga ish og'irtib ketibdiman. Biroq men xatolashibdiman. Sizning bundoq paskash ishni qiladiganligingizni o'ylabmi boqmabdi ekanman." Olim Azharning jondan o'tgidek gaplarni ichiga sig'dira olmadimi, chandurmay zardi bilan: "Nima odamga tuhmat qilib, zaringizni sanjiysiz? Boshqalarga meni xato tushunsa, sizmi meni xato tushunamsiz? Men sizning kichik bolangizmi? Boyamqi ish bir o'qishmaslik. Men atiganda kiyim almashtirganda pulni yana bir chaponning yanchiqida unutib qopdiman. Boya u xo'jayin meni xato tushunib, o'g'ri o'xshaydi deb o'ylab qoldi. Xotirjam bo'ling. Boyamqi 20 yonni mening ish haqqimdan tutib qo'ylang. Biroq meni ota-onam tarbiya bilan cho'ng qilgan. Men siz o'ylagandek undaq pastkash odamlardan emas. Agar ishlatganingiz bo'lmasa bo'pti. Bugungi pulning kepini qilmay, atidan tortib boshqa odam tepib oling." Mashina bir xil suratda ketib o'tadi. Azhar olimning yolg'on yovdoq gaplariga ishinib, uni xato ayblab qo'yganligidan nayda muhijil bo'lib: "Olimjon aka, boya sizni xato tushunib qolgan o'xshayman. Meni kechiring, ha? Sizdan samimiy kechirim so'rayman. Yana keling." Olim o'zining yolg'on gaplariga Azharning ishonganligini o'ylab, ichida masxara orlash kulib: "Azhar, ey Azhar, seni ahli o'shi joyida bola o'xshaydi desam, senmi akang Asmatga o'xshash bir dud kolvon emikansan emasmi?" Azharning gapi olimning xayolini qayoqlargadir uchiribdi. "Nimani xayol qilyapsiz? Hech mendan ranjiyotamsiz? Sizdan samimiy kechirim so'rayman. Yana..." Azhar gapining oyig'ini qilmasdala, olim Azharning gapini bo'lib: "Bo'ldi ina. Men sizning yeringizda ishlayamagidekman. Ishlab boshqalarga madikachi bo'lib, boshqalarning sesiq gapini anglab, bundaq tuhmatga qog'ucha uyda o'ltirib, umuchimni ishkinim tuzuk." Olimning gapidan Azhar rostila o'ng'aysizlangan edi. Azhar toki olim tushirgan yerga borg'icha olimga gap qilishdan nihoyatda muhijil bo'lib, uningga biror ig'izmi gap qilmadi. 10 minutdan keyin Azhar mashinasini to'xtatib: "Aka, keldik." Olim ortiq gap qilmay, mashinadan tushishiga Azhar olimni chaqirib: "Aka, menga qarang. Mana bu 100 yuan. Boyam qupul menga hisob bo'lsin. Mana, mao mening ism kartam. Ostida mening telefon nomerim bor. Agar bir ish bo'lib qolsa, menga telefon qilasiz. Xo'sh hamsa." Azhar xijilliqda mashinasini tezla haydab ketib qoldi. Olim turgan joyida necha minutgacha qaytib qo'ygan qo'ziqdakla turib qoldi va o'z-o'ziga: "Oh, so'yma. Mushundaqla ketib qoldi ya. Ikki yig'iz yalurib qo'ysang, o'lamsan sen. Sen so'ymining akangdakmi jigaring yo'q ekan. Bo'ldilar. Ta'lim mushu o'xshaydi. Biroq shuningga jazm qilamanki, o'zingga qolmay yana meni izlab kelasan." deb qoqaqlab kulib ketdi. Olim uyga kelganda burilib qorong'i tushib, osmonda anda-sanda yulduzlar chiqib bo'lgan edi. Olim uyga kirib, to'nglab ketgan put-qo'llarini istab olish uchun dadasining yotoq uyining oldiga kelishiga, uy ichidan dadasi bilan onasining qattiq takallashgan ovozi anglandi. "Ey bag'araz xotin,
Men sana ne çıkıdım dedim. Hem de bu işini tilga alma. Biz Xeyrixanda onundan obdan paydalanamiz. Canimizni can etayli deb. Sana talaymin qetim dedim go, ha? Onun haqiqiy ahvolini eshitsang, o yana seni mening holimdan xabar olama. Bu kallasini soch o'qib olgan. Olim boyi bo'lgan ishlar va gaplarning hammasini anglab, endi toqat qilolmay zarda bilan eshikni ittirib kirdi. Olimning tuyuqsiz kirganidan Ro'zimamat bilan Maxtumxon qattiq cho'chib ketdi. Uyning bir bo'londa yotgan Ro'zimamat olimning tuyuqsiz kirganini ko'rib, chiroyi sat totirib ketgan edi. Qozonga xamir tashlayotgan Maxtumxonmi olimning kirganini ko'rib, chiroylari o'ngib, qiladigan gapini topamay kekeshlab. Balam, qarab turmay, tez bu yoqqa kela. Tamoq pishqili ozliq qoldi. Olim onasiga satbirni olib, kongning ustiga chiqdi-da, Ro'zimamatning yoniga kelib. Dada, mening Kattaboy dada, mening so'ladim bo'lgan dada. Senmi? Nemishqa, ha? Men nima qilganim uchun meni aldaysa? Deb zarda bilan dadasiga qarab varqirdi. Ro'zimamat olimning ko'ziga mixday tikilib qarab, necha minut turib o'tgandan keyin ig'ir tinib qo'yib, "Nimaga vaqiraysan, ha? Men sening nimang unutib qoldingmi? Men sening dadang." Olim Ro'zimamatning gapini anglab, yig'i orlash qaqoqlab kulib. Nima dadam? Men sening dadang deyishga qandaqmi tiling borgandi? Bir yoqida qozonga xamir tashlayotgan Maxtumxon uyda jidal chiqib ketishidan ansirab, sal aloqazodi bo'lib. "Olimjon bolam, sen kichik bolamu ha? Dadangga mushundaq talaffuzda gap qilamsan?" Ana, nimish qismi meni aldaysa? Boya men sirti turib gapinglarni angladim. Ana, bu mening ikkinchi qitim anglashim. Ikkinglar nimishqa meni shunchalik aldaysalar? Men shuncha hurmat qilgan, nurg'ulg'an qiyinchiliklarga uchirsammi, onam va dadam bor deb, ular uchun deb qaddimni tishlagan edim. Biroq shuncha yildan beri dadam onam deb kelgan sizlar, sizni bir aldamchi ekansizlar. Shuncha yil mendan foydalanib kelibsizlar. Ona aytdi. Mening o'z ota-onam zodi kim? Hozir ular qayerda? Maxtumxon olimning gapini anglab, javob qaytarmay Ro'zimamatga qaradi. Ro'zimamat Maxtumxonni tirik yevidigandek qarab, "Dema" degan ma'noda beshini yenik chayqab qo'ydi. Maxtumxonning Ro'zimamatga qarashidan olimning qattiq ochig'i keldi-da, "Ana, nima dadamga qaraysa? Bugun haqiqiy ahvolni chuqimdaysa? Agar demaydigan bo'lsam, men nima qilmoqchisan? Ha? Sen Qalindar Ormining poq suydigini adalab, seni boyvachchilardek beqib qatoriga qo'shqinimiz uchun bizni bosh qo'yib o'tmamsan?" dedi Ro'zimamat. Olimning qattiq ochig'i keldi-da, chochirab o'rnidan turib, Ro'zimamatning gelini siqib, "Nomus qilish u yoqda tursin. Texmini tilavatamsan? Eyda, men zodi kimning bolasi? Mening dadam onam kim? Ular hozir qayerda? Tez et. Bo'lmaydigan bo'lsini bo'g'ib o'ltirib qo'yma." Olim Ro'zimamatning gelini bayliching siqib o'tgachga, Ro'zimamat nafas olmay tepichaklayotdi. Maxtumxon aloqazodi bo'lib, darhol olimning yeniga keldi-da, yig'lab turib, uning qo'lini tortdi. "Bolam, jinim bolam, jinim o'g'lim, sendan o'tinib qolay, undaq qilma. Tez qo'lingni tortqin jinim bolam, uni o'ldirib qo'ysang yana turmada yotsan. Jinim bolam, uni qo'yver." Olim qo'li Maxtumxonning gapini anglab, asta-asta bo'shab ketdi. "Nima deding ana? Sizlar mening qonunning jazosiga uchrab, turmada yotganimni qandoq bilasizlar? Demak sizlar hamma ishlarimni bilar ekansizlar, shundaqmi? Ana, jinim ana, sizlar meni shundaq razil ishlarga selishqa qandaqmi qo'linglar borgandi?" deb öksüp yig'lab ketdi. Maxtumxon yig'lab Ro'zimamatga qarab, "Sizlar bu ishlarni o'g'limizdan 30 necha yil yushirdilar. Yana qachongacha yushirmoqchi, ha? Bu 30 necha
yildan beri sizning yuraklari yayrab yurgan bilan mening yuragim azoblanib puchulanib o'zimning vijdonimga yuz kelmay shuncha yil qiynalib ketdim. Endi haqiqiy ahvolni o'g'limga aytaman. Maxtumxon olimga qarab yig'lab, "Olimjon bolam, bizni kechirgin. To'g'ri. Biz seni 30 necha yil aldadik. Men va dadam sening oldingda bekli hijil jinim bolam." Olim yig'lab, "Ana bo'ldi-ku. Endi undaq gaplarni qilma. Ayta, men zodi kimning bolasi ana? Yoki men yotqaning sirtidan bo'lib qolganmi? Ayta. Aytmamsan." Olim ochiqqa paylamay o'z-o'zini necha qajat selib, un selib yig'lab ketdi. Maxtumxon Kangning deviga kelib o'tirdi-da, yig'layotgan olimning qo'lini tutdi. "Yo'q, jinim bolam. Sen haromdan bo'lmagan. Sening dadang onang bor." Olim jiddilashib, "Ayta, aytqina. Ular hozir qayerda? Tez ayt jinim ona. Men ularni izlab topmoqchi hargiz bo'ldi qilmayman." "O'zingni besib olsang-chi, jinim bola. Avval gapimni to'liq angla. Sening onang mushu yezining biridan bir go'zali edi. Buvang ayni vaqtdagi dangliq boy edi. Buvangning 3 bolasi bo'lib, cho'ngi o'g'il. O hozir yuqorqi mahallada. Men boshqalardan anglasam, onun kesili naiti eg'irmish. İkincisi sening onang edi. O yezining go'zali bo'libli qolmay, nihoyatda oq ko'ngil, fazilatli bir ayol edi. Onangning bir singlisi bor. U yuqorqi o'zining mahallasida to'y qilgan. Onun necha bolalari bor ekan. Endi bolam, gapning poskalisiga kelsak. Ana, u yotqanni quchoqlab yotgan dadang. Yo'q, dadang emas, Ruzmama. Ayni yillari onang Oyxonni olaman deb, uning kayniga kirib olgan. O vaqtlarda men Ruzmamat bilan texi to'y qilmagan. Biroq mening uyimmi onang bir mahallada edi. Ayni yillari onang sening o'z dadangni yaxshi ko'rib qopti. Dadang nomrod bo'lg'achqa, buvang onang bilan dadangning to'y qilishiga qat'iy qo'shilmabdi. Shu vaqtda buvang onangni Ruzmamat bilan to'y qilishga putishib, choy ichirib qo'ygan ekan. Ruzmamat o'zining boyligini pesh qilib, nurg'un rezil vositalar bilan dadangni qiynab, onangdan ayirib etmoqchi bo'lgan bo'lsa-mu, dadang onangni bekli yaxshi ko'rgachga, dadangni Ruzmamat har xil rezil vosita bilan qiynagan bo'lsa-mu, biroq dadangni yana onangdan ayirib etolmabdi. Shu tariqada necha oy o'tib ketibdi. Dadang bilan onang Tiznab daryosining bo'yida paranglashib, o'zaro bir-biriga muhabbat izhor qilishqili turgan mush paytda kim o'ylagan Ruzmamat dadangni Tiznab daryosining bo'yida onang bilan tutib elib, buzuqchilik qilishding deb yuragiga xanjar tiqib, bir tepish bilan dadangni daryoga tashlab etibdi. Olim Maxtumxonning bu hikoyalarini anglab, bir chetda chaychiyib yerga tozim qilib o'tirgan Ruzmamatga qarab, "Bu iflos. Sana mushkimmi ozlik qiladigan asli." Olim eg'ir o'sinib qo'yib, "Ana, oxirichi." Maxtumxonmi ig'izida hikoya so'zlasa, ko'zlaridan tong shafaqidagi sadamdek yoshlar muldirlab tushiyotdi. Maxtumxon maylashib ketgan ko'ynikining yengida yeshini surtib etib, yana hikoyasini davomlashtirdi. "Dadam Tiznab daryosida yiqib ketgandan keyin Ruzmama onang Oyxonni urib tillabdi. Keyin Ruzmamat bilan buvang to'yga putishib, Ruzmamat buvangga to'y tayyorligi qilishga 3 kun muhlat beribdi. Buvang to'yning tayyorligini ravrus qilib, 3-chi kuni atiganda sening cho'ng onang qiz xizmatkorlarni agashtirib, onangni yasandirish uchun kirganda
Maxtumxonning geli qichishib, qattiq yo'tilib ketdi. Olim putiga sabni kashini kiyibla, uyning bir bulungi quyuqliq chelakdan ozroq suv oldida Maxtumxonga sunib. Ana suv ichib ol. Maxtumxon olimga qarab, "Rahmat jinim bolam." Hechqisi yo'q ana. Qani hikoyangning oxirini degina. Ha, anangni yasandirish uchun uyga kirganda anangning sochlari chuvilib, paqpiyib ketgan. Ko'zlari toshqanning ko'zidek qizargan. Uchsida kiyim yo'q holatda bir bo'lingda o'ltirib, olijuqi so'zlayotgandek. Cho'ng anang va qiz malaylar bu ahvolni ko'rib qo'rqib ketib, vaqirab, chaqirab uyni beshiga kiyibdi. Naq shu paytda Ruzmamat yigit qo'ldoshlarini elib kelibdi. Biroq kim o'ylagan, bir kechada sarang bo'lib qolgan anangni ko'rgan Ruzmamat anangni elish niyatidan yenib, buvangni uyga ikkinchi oyoq bosmabdi. Keyin Ruzmamat qo'l ostidagilarni ishqa selib, meni bulab akilib oyoq osti qildi. Men u iplastini orqali bo'lgandim. Dadam meni amalsiz Ruzmamatga yotliq qildi. Men to'y qilib 1 yil bo'lgan bo'lsam, qo'saq ko'tarib tug'anmadim. Keyin dadam bir bovoqni ko'tarib kelibdi. O bovoq dal sen jinim bolam. Rost gapni qilsam, men shu vaqtda seni beqishga qat'iy qarshi turgan edim. Biroq dadam meni urib, "Seni baxmasam meni o'ldirib etaman" deb menga qo'rqoq soldi. Men nemishqa buni boqaman deysan? Ruzmamat, seni cho'ng qilib, anangni va o'zingning bir tuqqan qarindishingni o'zining yig'ida o'zini qo'ritqizaman dedi. Men bu amalsiz seni beqib qatarga qo'yishdim bolam. Olim Maxtumxonning gapini anqiramay danqaytib qoldi. "Bolam, nim bo'ldi?" deb olimni no'qidi. Ana, qo'yasan dadamni. Mo'u iflos yurkiga xanjar tiqib, siznab daryosiga tiqib etdi degan edim. Endi buvoqni ko'tarib kelibdi deysan. Qaysi gaping rost? Bolam, voy men shundoq degan. Biroq kim o'ylagan, anam burildi dadangga ko'nglini izhor qilib bo'ptikan. Shu ishdan keyin anang homildor bo'lib, qo'sh kezak tug'ibdi. Biri sen, yana biri Ruzmamat pul xajlab seni boshqalarning o'rniga tiqib o'ch olsa degan odam shu. Maxtumxonning gapini anglagan olimning ko'zlari ko'z chanoqlaridan chachirab chiqib ketadigandek qiladi. Biroq olim o'zini zo'rg'a besib yig'lab turib, "Oxirchi." Keyin tuyuqsiz dadam qaytib kelib, yuragi so'qishdan to'xtab qolayli degan anangning yuragini uyg'otibdi. To'xta. Qo'yasan, onang sarang bo'lib qolgan, dadang daryoga tushib ketgan degan eding-ku. Bolam, avval gapimni to'liq anglamamsan. Asli anang sarang emaskan. Anang Ruzmamatning changilidan qutulish uchun qasdan sarang bo'lib olgan ekan. Dadangmi daryoda yiqib ketgandan keyin tali o'ngdan kelib bir beliqchi bo'voy qutqizib olgan ekan. Aslida dadamning yuragi solda emaskan. Xanjar sol ko'ksiga tekkan bilan dadamning yuragi o'ng ekan emasmi? Shuning bilan dadammi aman qolgan ekan. Bolam, sening yuragingmi o'ng tarafda? Maxtumxonning gapini anglagan olim qo'li bilan o'ng tarafini tutib yiqib, hammani tushungandek bo'ldi. Keyin dadang anang Ayxonni izlab kelib, uni o'g'irliqcha sening qo'shkezak ining bilan o'zining yesiga elib ketibdi. Ruzmamat dadangning o'lmaganiga anangning qasdan sarang bo'lib olganligiga chidamay, dadangning bir do'stini setib elib, anangga yana berib bosqinchilik qildi. Keyin Ruzmamat qo'l ostidagilarni boshlab chiqib ketib, yerdan yiqilib ketib, mana shundoq bo'lib qoldi. Keyin u sen orqali
ulardan öç elish maqsadiga yetdi. Canım balam, meni kechirgin. Men sana yüz kilemayman canım balam. deb Maxtumxon öksüp yig'lab ketdi. Alimo yig'lab ko'zlari xuddi toshqonning ko'zidek qizarib ketgan edi. Alim Ro'zmamatga qarab zardi bilan: Odam emas, hayvon, iflos. Sen ayni chaqda yerdan yiqilib o'lsang bo'lmasmidi? Sen mushundaq razil vaslar bilan onamni, dadamni xo'rlabsan. Sen nima degan yovuz? Qabi. Sen mendan foydalanib, mening qo'lim orqali o'zimning qo'shkezak inimni men orqali o'ltiribsan. Alim uyni o'rvatgidek varqarab ketdi-da: Seni o'ltirib ishlog'i yem qilib berma. Turmabsan. O ablaq hayvon. Sen nurg'ulg'an razil ishlarni qilib, xotirjam yotibsan. Seni o'ltirib yetaman. deb Alim Ro'zmamatning to'pisiga minib, Ro'zmamatning gelini kuchab bo'g'di. Ro'zmamat tepichaklab: Alim, meni qo'yvat. Meni qo'yvat. deb Alimning qo'lidan qutulish uchun shuncha tirkashgan bo'lsa-mu, biroq Ro'zmamatning putqoli ojizlashib, nafsi aran o'lib chiqyotdi. Maxtumxon etilib yig'lab keldi-da: Balam, canım oğlum, senden ötüney. Senden hoş bulay, ondan kılma. O ölüp kalsa kanunun cezasından kaçıp kurtulamaysan. Canım oğlum. Maxtumxonning yalvurishlari Alimning quloqlariga kirmay yotadi. Maxtumxon amal topolmay yerdagi cho'ng bir o'tin parchasini oldi-da, Alimning orqasidan kuchab birini urdi. Alim güppida qilib Ro'zmamatning ustiga yiqilib, Alimning beshidan oqqan qon Ro'zmamatning usti beshini qip-qizil qonga bo'yadi. Qaraganda Alimning beshi yerilib ketgandek qiladi. Ro'zmamat necha yutilib Alimni ustidan tushiribdi-da, xuddi bu umrida nafas ilib boqmagandek kuchab nafas ilishga boshladi. 37-qissa. Maxtumxon darhol Alimning yeniga keldi-da, Alimning qon chiqayotgan beshini besib, Ro'zmamatga qarab yig'i orlash vaqirdi. Nimaga qarab turdilar? Tez avriqdan azroq yirtib pasila. O'g'limizning beshini tangayli, tez bo'lsala. Biroq Ro'zmamat hech bir ish bo'lmagandek Alimga qarab chekchiyib: "Nim bo'ldi sana? Baya yaxshi qilding. Agar sen unda qilmagan bo'lsang, ma'u harmi meni bo'g'ib o'ltirib qo'ygan bo'ladi. Tez bo'l xotin, uni olib chiqib, uyning orqasidagi yorliqqa tashlab." Maxtumxon eri Ro'zmamatning gapini anglab, yuragiga birsi xanjar tiqqandek qattiq og'rib ketgandek bo'ldi. Va Ro'zmamatga qarab zardi bilan: "Nima da'vatlar? Mo'shandaq nomussiz gaplar og'izlardan qandoq chiqdi? Uni beqib qatorga qo'shqicha az bo'lmagan japalarni tortdim men. Bekle iflos kalla." Maxtumxon darhol ko'ynigining oyg'idagi raxni yirtib, Alimning beshiga yugab qonni to'xtatdi va uyning bir bo'ling'iga ko'rpadan birini soldi-da, Alimni so'rab ko'rpaning ustiga yotqizib, ondan yutqan yepib qo'ydi. Maxtumxon Ro'zmamatni so'rab o'zining yotgan yeriga akilib qo'yib: "Seni faqatla odam bo'lmaydi ekanlar. Men Alimga uning dadisi va onasining o'lib ketganligini aytsam, u qandaqmi bo'lib ketdi? Sizlar shuncha yil o'rin tutib yotdilar. Men texi sizlarni qilgan aytganlarga ozroq bo'lsa-mu pushaymon qilgan chig'i deb o'ylab qoptiman. Biroq sizlar pushaymon qilish u yoqda tursin. Aysicha texmi rezillashib ketibdilar." Maxtumxon qaynayotgan qozonni o'choqdan tushirib, xamirni yig'ishtirib yetib, Alimning yeniga kelib o'ziga o'rin soldi. Chunki Ro'zmamatning Alimga bir zahmat yetkazib qo'yishidan ansiraydi. Ro'zmamat qopoqlarini to'rib, shollarini chochirtib, o'ziga o'rin silayotgan Maxtumxonga qarab: "Maxtum, hey Maxtum, nima ish qilyapsan, ha? Qozonni tushirib
Vay, senin qo'saqlari cho'bakla ochidi ekan. Qo'saqlari echib ketgan bo'lsa, qo'pib tamoq etib yeysizlar. Tova, mushundaq chaqdimi yollaridan tamoq qandoq o'tasizlarni? deb olimning yinida yotdi. Ro'zmamat Maxtumxonga zaharni sanjib, ayni vaqtda sendek tigi pas, ham yaramaz, tug'mas xotin bilan qandoq bo'lib to'y qilgan bo'lg'aydi. Kechichi beshingni yeb o'lasan. Maxtumxon Ro'zmamatning gapini faqat ichiga sig'dira olmay Ro'zmamatga qarab, "Nima dedi? Sen texi men bilan qandoq to'y qilib qolgan bo'lg'aydim dedingmi? Sen deguchi men davolay, taz deguchi paxshay deb. Men gap qilmasda, sen bu ish to'g'riliq eg'iz echivatamsan. Ayni yillari men kim edim? Men bir güzel qiz edim. Men sening maynattiningni bo'lg'inib, amalsiz sendek noahliga yotiq bo'lg'am. Bo'lmaydigan bo'lsa, sana tegish tugul, eshakmi seni yaratmaydi. Qag'ava Ro'zmamat, qag'ava. Asli beshini yeydigan odam sen eding. Xotirjam bo'l. Ata olim o'shig'i kelsa, bu uyda 1 minutmi turmasligi mumkin. Agar shundoq bo'lsa, menmi ketaman. Shu vaqtda mening qadrimga yetib qolasan. Ro'zmamat Maxtumxonning gapini anglab, qaqaqlab kulib ketdi-da. Kimga qo'qoq silyapsa? Kasdan ketiva. Men Ro'zmamat azaldan birasiga bo'yin egib baxmagan. Hozirmi shundoq? Bo'ladi. Atli ko'zimdan darhol yo'qol. Demisangmi ketaman. Bundaq turmushdan jaq to'ydim men. Bo'ldi. Endi menga gap qilma, dedi Maxtumxon. Maxtumxon azob ichida olimga qarab bir kecha faqat uxlamadi. U olimga bir ish bo'lib qolishidan to'limi ansiraydi. Poyansiz osmondagi son-sanoqsiz yulduzlar tarab ketishi bilan atrof bara-bara yurib, tong shafaqatidagi qizg'ish nurlar tog' kaynidan chiqishga boshladi. Biroq olim texicha hushiga kelmay, o'likdek jimjitli yotadi. Yana 10 minutdan keyin quyoshning iliq nurlari derazadan olimning yuziga tushyotdi. Biroq olim yana jimjit edi. Maxtumxon aloqazodi bo'lib, avval olimning burniga qo'lini uzatib, andan yuragini tutib baxdi. Biroq olimning yuragi nihoyatda ojiz so'qiyotdi. Maxtumxon chiroyiga ozroq kulgi yugurtib, "Uf, har nima bo'lsa hayotgan" deb turishiga Ro'zmamat eg'iz echib, "Bolang o'libdimi? Qayg'urma, o'lgan bo'lsa yaxshi bo'pti." Maxtumxonning qattiq ochig'i keldi-da, "Voy, shum eg'izingni yuma. Yetishingni yotgan atiyitib." Maxtumxon shundoq deb oqshomgi tomoqni isitish uchun o'choqqa o't qalashga kirishib ketdi. Olim asta ko'zini ochib atrofga tafsiliy qaravotdi. Biroq olimning beshi qattiq og'rib, uyning to'risi xuddi bir qaravotgandek bilinayotdi. Olim asta o'rnidan turib, "Ana." O'choqqa o't qalayotgan Maxtumxon olimning chaqirishidan va hushiga kelganligidan intayin xushal bo'lib, "Voy, jinim bolam, o'shunga keldingmi ha? O'rnidan turma bolam, jim yetib olgin." Bo'ldi. Men yotmayman. Beshim bekla og'riyotdi. Oqshom soatdan emish bo'ldi. Maxtumxon olimning gapidan beshi sangalab, "Bolam, meni kechirgin. Oqshom sen bekla hayajonlanib ketding. Dadangni bo'g'ib o'ltirib qo'yg'ili qil qolding. Shunga amalsiz seni urishga majbur bo'lib qoldim bolam." Olim asta o'rnidan turdi-da, onasining oldiga kelib, Nemishqa ana? Sen nima uchun bunday qilsa? Nemishqa meni ursa? Ashu nakach uchunmi? Ayni yillari u hayvon hissini xo'rlab, o'zining changiliga ilibopti-ku. Endi sen uningga yon besib odamsan? Maxtumxon olimning gaplarini anglab, öksüp yig'lab ketdi. "Jinim o'g'lim, uningga mening nafratim bor. Biroq sen o'ylab baxtingmi? Sen o hayvonni o'ldirib qo'ysa, qonunning jazosiga uchrab, bir umr turmada yotsan. Jinim bolam, o'ylab boqqina. Seningcha bu arzimdi ha?"
Olim Maxtumxonning gapidan necha minut o'ylanib turib qoldi. Olim ichida To'g'ri. Onam to'g'ri deydi. Bundaq yaramas nakasni o'ltirib qo'ysam, qonunning jazosiga uchrayman. U hargizmi arzimaydi. Men qadimni ruslab, haqiqiy bir yaxshi odam bo'laman. Jiq pul tepib, to'y qilib, bolaliq bo'laman. To'g'ri. Hozir qiladigan ishim o'z ota-onamni tepish. Olim shunday xiyollarni qilib, eshik tarafga qarab mangdi. Olim eshikdan amri chiqishiga Maxtumxon olimning qo'lini tutib olib yig'lab, "Sening bolam nega borasan? Meni mushundaqla tashlab qo'yamsan?" Maxtumxon olimga esilib yolvorgan bo'lsa-mu, biroq Maxtumxonning yolvorishlari olimga qilchimi ta'sir qilmay yotadi. Olim asta kayniga yenib, "Jinim ona, meni shuncha alamlarni tatib boqqaningizga ming rahmat. Biroq men o'z ota-onamni izlab topmasam bo'lmaydi." Olim yig'lab Maxtumxonga tizlanib, "Ona, meni kechiring. Mendek vafosiz o'g'lingizni kechiring. Sizning baqqallaringizga javob qaytarolmadi. Aman bo'ling." deb o'rnidan turdi-da, eshik tarafga qarab mangdi. Maxtumxon yig'i aralash o'lik ovozda, "Balam, to'xta! Sen ota-onangni izlab borsangmi, ularni topolmaysan. Ular burili o'lib ketdi." Maxtumxonning gapidan olimning qadamlari ostilab to'xtab qoldi va asta orqasiga o'rilib, "Nima deding? O'ldi dedingmi? Ona chaqchaq qilyapsan?" Olimning gaplariga bir yoqida chekchiyib qarab turgan Ro'zmamat gap qistirib, "To'g'ri, ular burunli o'ldi. Dadang sen 4 yoshga kirgan yili o'ldi. Onang bo'lsa sen qasligan yili qibol isangdimi? Shuning dardida dard hasrat chekib, azoblarda yuragi yerilib o'ldi. Bular sening tuhbang. Men oxir maqsadimga yetdim." deb kulib ketdi. Olim qanday qilishni bilamay, necha minut qaytib qo'ygan qo'ziqdek turibli qoldi. Maxtumxon olimning bir ish chiqarib qo'yishidan ansirab, "Balam, uning alijo'g'i so'zlashlarga quloq solma." Olim Ro'zmamatga mixdek tikilib, "O odam terisiga yushirinib olgan hayvon. İşte o'limida qiynalib o'lasan. Ana, men mangdim. Dadam onam o'lib ketgan bo'lsa, tog'illarim va ini sing'illarim bordi. Men avval onamning akisini izlab topaman. Men mangdim. Xo'sh hamsa." Olim onasi bilan xo'shlashib sirtqa chiqdi. Biroq sirt shunday sovuq qor lapildab yig'ib, butun atrofga o'zining go'zalligini ko'z-ko'z qilayotgandek qora ushqunlari olimning yuziga o'rilib-o'tadi. Olim ketib, o'z onasi Oyxon onaning bir tuqqan qarindoshlarini izlab tepib, haqiqiy ahvolni bilib beqish niyatiga kelib, yuqorqi mahallaga mangdi. Olim ketgandan keyin Ro'zmamat Maxtumxonni tillab, "O paskini maynat. Qara, ko'rdingmi, ha? Atvolab boqqan bolam. Sendimi tinib, sinimi tashlab ketdi. Ana, konlarning bir gibi bor. Odam bolasini boqsang, ig'isi burningni qon ita. Hayvon bolasini boqsang, ig'isi burningni yog' itar" deb. Ro'zmamatning gapi amdili tugishiga Maxtumxon zardi bilan, "Ha, nima demoqchisan? Bolam mendan tanmadi. Balki sendek hayvonlar yanida turg'isi kelmadi. Bo'ldi, Ro'zmamat, sen endi kapshima. Mening bu uyda turg'uchiligim qolmadi. Mening yoshlik bahorim sening tikan bosgan bag'ringdan yonjilib ketdi. Men endi 50 yoshning qarisini oldim. Men endi sendek hayvonning yenidan ketdiman. O'zing uyingda yolg'iz yashab ol." Maxtumxon ichki qo'r kiyimini oldida eshik tarafga qarab mangdi. "O Hazazol, hozirli darhol ko'zimdan yo'qol. Ikkinchi qaytib kelma." Maxtumxon Ro'zmamatning talashlariga quloq solmay uydan chiqib ketdi. Aradan 3-4 kun o'tib, Azhar olimni tushirib qo'ygan yerlardagi aholilardan olimning izdirigini qilib o'tadi. Biroq kim o'ylagan, bu mahallada olimni tunuydiganlar yo'q deyarlik bo'lg'achqa, Azhar necha qaytim olimning dirigini qilamay, quruq qo'l qaytib ketishga majbur bo'ldi. Olim boshqalardan surishti qilib, Aron deganda tog'asining dirigini oldi. U boshqalarning ko'rsatmasi orqali tog'asining uyi tarafga qarab ketib o'tadi.
Biroq bu atrofda uylar zich ham hamma uylar o'xshash rangda bo'yib yetilgan bo'lg'achqa, olim tog'asining uyini topolmadi. Olim atrofdagi birasidan surishtirib beqish uchun cho'ng yo'lga chiqib qaradi. Biroq atrof xuddi cho'l jaziradek timtoz edi. Qora poyansiz osmondan xuddi oq bo'piyidek laylab tushyotdi. Lapildab yig'iyotgan qor ushqonlari orasidan sharpida eg'iz bo'rilarini o'rib olgan, uchisiga uzun chopon kiyib olgan 50 yoshlar chamasida bir ayol aran yengib kelyotdi. Olim bu ayolni ko'rib ichida. Ajab yaxshi bo'ldi deysa, bu ayoldan tog'amning deyirkini qilib boqay. U tog'amni to'nisa, dabarsa ajab emas. U ayol bora-bora olimning yeniga yaqinlashdi. Olim u ayolni qanday chaqirishni bilmay o'dilla. Oy acha, yaxshimisiz? U ayolning qo'liga ig'ir bo'lsa kerak, olimning salimi eliksiz qoldi. Olim ichida. U o'lgur panqiri. Olim ichida shularni o'ylagan bo'lsa-mu, biroq amalsiz yana chaqirdi. Oy acha, to'xtasizlar. U ayol olimning qayta chaqirishidan to'xtab, olimga qaradi. Bolam, meni chaqiryapsan. Acha, men bu yerga birsini izlab kelgan edim. Biroq uylar bakli zecham o'xshash rangda bo'yoqliq bo'lg'achqa, faqatla topamayapman. Shunga sizlar menga yordam qilib, u odamni tepishib bergan bo'lsalar, sizlardan cheksiz minnatdor bo'ladi. Dedi olim. U ayol azroq o'ylanayotgandan keyin, sen izlagan odamning ismi nima? U mushu kanitdimi? Olim bu ayolning gapiga javoban o'zi izlamoqchi bo'lgan odamning ismini aytdi. Men izlamoqchi bo'lgan odamning ismi Samat. U ayol sat kulib. Voy balam, o kishining topgan dadisi yo'qmikan? Olim qaqaqlab kulib ketdi-da. To'g'ri, o odamning ismi Samat To'xtig'i deyman. To'g'ri, Samat To'xti. U ayolning chiroyi darhol o'zgarib o'ngib ketdi-da va olimga qarab, ajab o kishini izlab qopsan-ku. Uningda biror ishing bormi? De. Olim ig'ir tinib, nima deyishini bilamay. Acha, bu ishlarni sizga tushuntirib bo'lamayman. Bu bahli uzun hikoya. Balam, qanday gap bo'lsa, menga degin. Shunday bo'lganda, sen izlagan odamni tepish osonga to'xtaydi. Olim bu ayolga qarab, o'zining ishini ozroqli so'zlab bermoqchi bo'ldi. Acha, mening ismim Olim. Men Mushiyizning Tuvanki kentida turaman. Men ota-onamni shunday hurmatlaydi. Ular uchun hatto jinimni berishga rozi edim. Biroq kim o'ylagan? Ular meni 30 necha yil aldabdi. Men so'ladim otam, davlatim onam deb kelgan mehribonlarim asli mening o'z ota-onam emasga. Ular meni o'z onamning yenidan o'g'irlab kelgan ekan. O'gay dadamning meni beqishdagi maqsadi o'zining uzun yillik o'chini erishgan acha. Men necha kunning oldida haqiqiy ahvolni bildim. Ularning deyishicha mening bovam mush kanitga, tog'am bilan hammammo mush yerinkan. Shunga men haqiqiy ahvolni bilib beqish uchun bu kanitga ularni izlab kelgan edim. Olimning gapi tugagan bo'lsa-mu, u ayol nimalarnidir xiyollarni qilib, don qaytib qolgan edi. Aziz anglag'uvchilar, bu ayolni sizlar tanıysizlar. U boshqa bir emas, dal Oyxon onaning singlisi Aynurxon Dallol edi. Olim Aynurxonni tanimag'achqa bu hikoyasini Aynurxonga qisqagina bayon qilib bergan edi.